Esmonimo? Meningmi? Mening ismim Ahmad Satang. Behzat qo'sam. Ahmad Satmo ya. Ahmad Satangmo. Samat og'inam. Shu siznimi shu boytaq. Meni boytaq olgan ekan, ishkan ma'batlashinglar degan shu ma'batlashliganga shu. Nim ko'rib qolding meni? U bu tunishtirib menda aralashib qo'ydiganga. Men Parijmo. Parizat. Aprava zatlaringni. Men ko'rdingmi meni? Pari Daka. Ey, Pari cho'laq tutdingmi? Unda olapqa siz bir deb qilsam, sizning qanday talablaringiz bor, anglab baqay. Mening jiq talablarim yo'q degina. O'g'al olganki, o'g'al boladek bo'lsa, erkishdek bo'lsa degina. Jinsim deb qo'yib, xotin kishidek paq shuriydigan anda jo'yladim bo'lsa. Bo'ldi, ko'rdigan bo'lsa, men o'g'il bo'ldik, yursam bo'lmamdi deb ishini moch urib tekayotgim kelibdi demaysa. Mena Samat og'inam. Ma qizvalning bir 6 aksi var demagan bo'lsa, qaylan sizga menda takalluf qo'ttamaytam. Men baqa qaylan bizning mazmunda Kangshada yashapında bir rasmiy bir qajinaqmda qiziq to'piq desam, cho'ng'oga o'g'alma o'zim uchlab. As akamning borligini bilib, manchilik o'tira olding degina men. Hurmat hamda akalaringiz bo'lgan. Bu tutirib ketding-ku. Yo'q, bayam o'birni kirishni unutib qolibganman azroq. Ey, appaq fikam. Men maktabda yaxshi o'qi desam, o'qimaysa, anglamaysa. Endi shunim tarjim qilolmay yurdingmi? Izlash tarjimani deb bassang chiqadi. Ash bilmagan qaytingni rasmga chasida tatsa, tarjim qilib berdi emasmi? Sen menga bekli yording degina. Bo'ladi ekansa, ko'nglimga bir chek turib qo'ydim. Samatga og'ining deb qo'y degina. Bir bo'lsin olmay jumoman.